Anomal issiqning organizmga salbiy ta'sirlari haqida gaplashamiz. Anomal issiqda organizm o'zini sovutish uchun ter orqali suyuqlikni tashqariga chiqaradi. Natijada organizmda suvsizlanish kuzatiladi. Organizm suvsizlanganda kislorod yetishmovchiligi natijasida holsizlik, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, hushdan ketish holatlari, yurak qon tomir kasalligi bor bemorlarda qon bosimi oshishi yoki tushib ketishi, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda qandning miqdori oshib ketishi va natijada insult, infarkt kabi asoratlar xavfi oshadi. Ayniqsa anomal issiq chaqaloqlarga, yosh keksalarga, surunkali yurak qon tomiri kasalligi bor bemorlarga xavfli hisoblanadi. Anomal issiqda ko'p miqdorda kuniga 4 litrgacha suv ichish tavsiya qilinadi. Soat 11:00 dan 17:00 gacha ochiq quyosh nurida yurmaslik tavsiya qilinadi va yana yengil och rangli kiyimlar kiyish va bosh kiyim kiyish tavsiya qilinadi. Bu ma'lumot sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.